Oiladagi muammolarga ba'zida pul ham sabab bo'ladi. Yaqinda bitta mijozim shunaqa savol bilan murojaat qildi. Turmush o'rtog'imning oyligi menikidan ko'p, yaxshi pul topadi, lekin har oyda o'sha o'zini xarajatlaridan ortmaydi. Ustiga ustak meni ham pulimni oladi deb xafa bo'lib murojaat qildi. Va bu yerda nima xohlayapsiz deb so'rasam, pulimni yanada ko'p pul topishini va meni pulimni so'ramasligini deb javob berdi. Lekin siz uchun og'riqli narsa nima desam, meni pulimni olishi dedi. Mana shu joyda biz to'g'ri analiz qilib tushunishga harakat qilishimiz kerak. Demak, bu yerda eng avvalo pulni berib turib, ichkaridan norozilik bo'lyapti. Yechim qanday bo'ladi? Ayol kishi ongli ravishda turmush o'rtog'iga chiroyli qilib yo'q deb pulni bermasligi mumkin. Va bu yerda hech qanaqa aybdorlik hissini ham his qilmaslikka harakat qilish kerak. Sababi erkak o'zi uchun kerak bo'lsa, albatta pul topadi.